maktabgacha ta'lim yo'nalishi katta o'qituvchisi Arzigul O'zrayev Fayzullayevdan bo'laman. Sizlarga bugun maktabgacha ta'limda bolalarning ijtimoiy moslashuvi fanidan shaxs shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar mavzusida siz bilan gaplashib olamiz. Demak, bu mavzuyimiz bo'yicha rejamiz bor. Ijtimoiylashtirishning omillari, ya'ni biz mikro, makro va mezo mikro omillar va mexanizmlar haqida gaplashamiz. Ikkinchi rejamizda esa shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar haqida gaplashamiz. Uchinchida esa mana shu mavzuyimiz xususida siz bilan mavzuni xulosalab olamiz. Birinchi mavzuyimiz xususida gaplashadigan bo'lsak, ijtimoiylashtirishning omillari va mexanizmlari nimalardan iborat? Ijtimoiylashtirish o'zi nima? Ijtimoiylashtirish bu shaxsning bir jamiyatda moslashishi, ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish jarayoni bo'lib, unda turli omillar, mexanizmlar ishtirok etadi. Ushbu jarayon insonning ijtimoiy norma va qadriyatlarini o'zlashtirishga, jamiyat a'zosi sifatida shakllantirishga xizmat qiladigan holat sanaladi. Ya'ni ijtimoiylashuv shaxsda qayerdan boshlanadi? Bu birinchi bo'lib, demak, oiladan boshlanadi. Biz bolani demak tug'ilgandan keyin u o'z ismini bilgandan so'ng biz uni shaxs sifatida qaraymiz va ijtimoiylashtirish omillari asta-sekin o'sha shaxsning rivojlanish jarayonida asta-sekin ta'sir ko'rsatib boradi. Ijtimoiylashtirish omillari turli darajalarda ta'sir ko'rsatadi. Ular makro, mezo, mikro va mikro darajalariga bo'linadi. Ya'ni har xil darajada shaxsga ta'sir kuchini o'tkazib boradi. Makro omillar nima? Demak, bu juda katta omillar deyiladi. Makro omillar bu yirik miqyosdagi ijtimoiy tuzilmalar, tizimlar orqali amalga oshiriladigan ijtimoiylashtirish omillari bo'lib, jamiyatning umumiy me'yorlari va qadriyatlari shakllantiradi. Bunga biz misol qilib davlat va uning siyosatini ko'rsatishimiz mumkin. Bu qanday? Masalan, makro omilga davlat va uning siyosati. Bu davlat siyosati albatta tinch davlatda shaxsning ijtimoiylashuvi ijobiy holda amalga oshiriladi. Qaysidir davlatda tinchlik bo'lmasa, ya'ni notinchlik bo'lsa, urushlar atrofimizda hozirgi paytda bo'lib turibdi, katta o'sha siyosiy urushlar. Mana bu esa o'sha shaxsning, u katta kichik hamma shaxsga bir xil tarzda salbiy ta'sir ko'rsatadigan jarayon hisoblanadi va o'sha ma'lum bir muhitda uni ijtimoiylashib ijobiy natijalarga erishishga va o'sha ta'lim-tarbiya jarayoniga, umuman muvaffaqiyatlarga erishish jarayonida bu narsa shaxsga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qonunchilik va huquqiy tizim, ya'ni o'sha qaysiki davlatda qonunlar shaxs uchun, inson uchun, insonni demak kelajagi uchun chiroyli qurilgan bo'lsa, o'sha inson qadriyatlari inobatga olingan bo'lsa-ki, mana shu qonunlar bu insonlarga, shaxsga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va o'sha joyda, o'sha jamiyatda insonning, shaxsning rivojlanishi juda chiroyli amalga oshiriladi va bir qancha yutuqlarga erishish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Din va mafkura. Albatta, har bitta xalqning o'zini dini bor. Biz bilamizki, butun dunyoda 3 ta din hukmron, bu islom dini, xristian dini va buddizm dinlari mavjud. Har bitta xalq o'zini diniga sig'inadi va mana shu dinga sig'inish insonni, har bitta insonda bo'lgan iymon, e'tiqod ma'lum bir yomonliklardan, ma'lum bir salbiy holatlardan shaxsni saqlab turadi va qaytarib turadi va o'sha o'zini dinini chuqur bilgan va mafkurasi yaxshi shakllangan, ma'naviyati yaxshi shakllangan insonlarda ijobiy hislatlar shakllangan bo'ladi va biz bu shaxsni to'laqonli ta'lim va tarbiyasi joyida deb qaray olamiz. Milliy madaniyat va an'analar. Har bitta xalqning o'zini milliy madaniyati mavjud. Har bitta xalq o'zini o'sha urf-odatlari, an'analari, qadriyatlariga, o'tmishdagi o'sha qadriyatlari, urf-odatlariga sig'ingan holda kelajakda, demak, mana shuni davom ettirgan holda, o'tmishdagi chiroyli qadriyatlarni kelajakdagi o'sha shaxsni rivojlanishiga ma'lum bir bosqichma-bosqich ularga singdirgan holda amalga oshirilsa, bunday jarayonda shaxsni shakllanishiga ta'sir etuvchi ushbu omil juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Globalizatsiya jarayonlari, demak, bu ommaviy global muammolar deyiladi. Masalan, o'sha yer sharida hozirgi ekologik muhitni
salbiy tomonga buzilishi yoki mana zilzilalarning bo'lib turishi, har xil suv to'fonlari bo'lishi bu endi juda katta muammo sanaladi va bu ham o'sha shaxsni yashab ketish va rivojlanishiga yaxshi ta'sir qilishi ham mumkin va ijobiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, endi keyingi omillar haqida gaplashamiz. Mezo omillar bu o'rta darajadagi omillar deyiladi. Ya'ni bu o'sha shaxsga hududiy an'analar va hududiy mahalliy an'analar tomonidan ta'sir etadigan omillar sanaladi. Keyin kasbiy jamoalar, kasbiy uyushmalar, professional guruhlar, har o'sha ish joyida bo'ladigan o'zaro shaxslar aro bo'ladigan ta'sirlar va mahalliy boshqaruv organlari, mahalla, shahar hokimligi, o'sha tuman yoki shahar hokimligi bu ham o'sha shaxsni rivojlanishiga ta'sir etishga bevosita ishtirok etadigan omillar sanaladi. Ommaviy axborot vositalari, albatta televideniya, gazeta, internet ham shaxsni shakllanishiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatish holatlari bo'lishi mumkin. Buning uchun endi shaxs rivojlanishida ijobiy holatlarni kuzatishimiz uchun o'sha ommaviy axborot vositalarini, demak, kerakli bo'ladigan axborotlarni olishga shaxs ko'proq e'tiborli bo'lishini nazarda tutib o'tamiz. Keyingi omillarimiz mikroomillar va metoomillar, bu ham o'sha shaxs shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar, kichik omillar, do'stlar va tanishlar, albatta shaxsning shakllanishiga atrof muhit va do'stlar, dugonalar, o'rtoqlar ham bolaning shakllanishiga ta'sir etishga xizmat qiladi. Va keyingi so'zlarni aytib o'tadigan bo'lsak, har bir inson degan edi bizni buyuk mutafakkirlarimizdan biri Abu Nasr Farabiy o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash uchun, yuksak darajaga erishish uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. U bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi. Ya'ni ularga ega bo'lish uchun insonlar jamoasida ehtiyoj tug'iladi. Ya'ni shaxs shakllanish uchun ma'lum bir ijtimoiy muhitda, ya'ni ijtimoiylashish uchun ko'proq shaxslar uning atrofida bo'lishini nazarda tutgan sanaladi. Insonga ta'sir qiluvchi sharoitlar, demak, omil deyilar ekan va buni biz yuqorida ko'rib o'tdik, tashqi omillar va ichki omillarga bo'lib o'tamiz. Va ichki omillar bu insonning shaxsiy xususiyatlari, individual xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, ularga temperament, fe'l-atvor, insonning juda tug'ma psixologik xususiyatlari, bu yana nasl bilan bog'liq holat, psixologik holat, insonning hissiy va ruhiy dunyosi, motivatsiya va qadriyatlar. Bu insonni o'sha hayotdagi maqsadlar va shaxsiy tamoyillari, ya'ni o'ziga bo'lgan motivatsiyasi, o'ziga bo'lgan ishonchi ham shaxsni rivojlanishiga ta'sir etishiga xizmat qiladi. Demak, yuqorida aytib o'tdik, bu mega omillar, katta omillar, ekologik omillar sanaladi. Keyin insonning rivojlanishida biologik omil muhimmi, ijtimoiy omil muhimmi degan qarash bu bir necha yillar davomida xorijlik olimlar va o'zbek olimlari va sharq va g'arb olimlari o'rtasida tortishuvlar va bahslar bo'lib kelmoqda. Chet el olimlaridan masalan Amerikaning pragmatik filozofiyasining atoqli Bargel Dui va uning nazariyasining davomchisi Komslar shaxs rivojlanishi uchun biologik omil muhim deb aytib o'tishgan. G'arbda esa bu narsani shaxsni rivojlanishi uchun ijtimoiy omil ko'proq rol o'ynaydi, biologik omil esa biroz kamroq rol o'ynaydi degan fikrga kelishgan. Ya'ni Duining fikricha insonni, ya'ni shaxs rivojlanish faqat miqdoriy o'zgarishlar bo'ladi deb ko'rsatadi. Odam nima bilan tug'ilgan bo'lsa, tarbiya jarayonida bu sifatlar, xususiyatlar o'sib boradi. Tarbiya tashqaridan kiritilgan narsa emas. Odam bilan dunyoga kelgan xususiyat va qobiliyat. Bu o'zgarmaydi degan fikrni ilgari suradi. Tarbiya inson kamolotiga ta'sir etuvchi tashqi va eng muhim omil hisoblanadi. Tarbiya arabcha so'z bo'lib, o'stirdi, rahbarlik qildi, isloh qildi degan ma'nolarni bildiradi. Bundan kelib chiqadiki, biz sharq olimlari demak ijtimoiy muhit, tarbiya berish jarayonida shaxs o'sha omillarning ta'siri jarayonida, tashqi omillarning ta'siri jarayonida shaxs o'zgaradi. Bu faqat irsiyat bilan bog'liq holat emasligini o'zlarini mana shu fikrlari bilan targ'ib etganlar. Islom ulamolaridan Rog'ib Ashfahoniy tarbiyani quyidagicha ta'rif qiladi. Tarbiya bir narsani bir holdan ikkinchi holga o'tkazib borib, batamom nuqtasiga yetkazishdir. Tarbiyaning ma'nolaridan biri insonning diniy, fikriy va axloqiy quvvatlarini uyg'unlik va muvozanat ila o'stirishdir degan fikrni ilgari suradi. Abu Ali ibn Sino ham oila tarbiyasida
Demak, bolani dunyoga keltirish uchun avvalo o'sha ona qornidan boshlash kerak tarbiyani degan g'oyani ham ilgari surgan olimlarimizdan biri o'sha Abu Ali ibn Sino sanaladi va bu yaxshi axloq xuluqli bo'lib tug'ilgan inson kelajakda yana tarbiya yaxshi davom etsa chiroyli tarbiya oladi degan fikrni ilgari surishgan. Hurmatli tinglovchilar, men sizlardan bitta metod ustida ishlashni taklif qilaman. Bu ijtimoiy faollikka ta'sir etuvchi omillar, ya'ni bu salbiy omillar. Salbiy omillar dangasalik, befarqlik, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish va ma'naviyatdagi bo'shliq. Mana shu bizning Toshqin daryo metodimizda siz mana shu fikrlarni bildirasiz. Mana shu dangasalikda nima shart qilingan, befarqlik, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda hozirgi paytda mana shu bizning Toshqin daryomizdek toshib ketyapti. Mana shunday salbiy holatlar bo'ladi. Shu internet tarmoqlaridan foydalanish va bu o'sha kitob o'qimaslik holatlari. Bu mana shu Toshqin daryoda siz o'z fikrlaringizni bildirasiz va shunday qurilma qurishingiz kerakki, mana shu salbiy omillardan, mana shu ta'sir shaxsga ta'sir etuvchi salbiy omillardan qanday qilib chiqib ketish yo'lini ko'rsatib aytib o'tasiz. Bu bizni kanalimiz bor, Maktabgacha ta'lim olami kanali. Mana shu kanalga o'zingizni kommentariyda xulosalaringizni, fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Buni biz ko'rib xursand bo'lamiz. Qarang, Toshqin daryo metodida men yechimlar uchun bitta ko'prik qurdim. Bu shunday baquvvat ko'prik bo'lishi kerakki, bu o'sha boyagi salbiy holatlarni yo'qotish uchun nima qilish lozim? Buning uchun bola ongiga yaxshilik, adolat, yaqinlariga, ijodga, o'zini tushunishga muhabbat ruhida tarbiyalashimiz lozim bo'ladi. Ikkinchi navbatda inqirozli holatlardan mustaqil chiqib ketish maqsadini qo'yish kerak. Shaxsni o'ziga o'zi irodasini baquvvat qilib bo'lib, o'ziga o'zi ishonch bildirib, o'ziga o'zi motivatsiya berib, mana shu holatdan chiqib ketish yo'llarini biz qo'yishimiz lozim bo'ladi va atrofdagilar bilan muloqot qilishni o'rganish, hayot mazmuni va maqsadini aniqlashni bolaga singdirishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng atrof muhit insonning jismoniy va ma'naviy xususiyatlari, jamiyatdagi huquq va majburiyatlarini bilishga intilishini rivojlantirishimiz lozim bo'ladi. Undan so'ng g'urur, mustaqillik, o'ziga ishonch hissini rivojlantirish kerak va oxirida bolada oila, maktab, tengdoshlari davrasida ishga muomala madaniyatini o'stirishimiz lozim bo'ladi. Biz mana shu orqali mana bu ko'prigimizni baquvvat qilib, mana shu Toshqin daryodan o'tib olish huquqiga, ya'ni o'sha boladagi salbiy omillarni yo'qotib, ijobiy holatlarga kiritishga bir oz bo'lsa-da amaliy natijaga erishgan bo'lamiz. Sizlar quyidagi savollar ustida ishlashni men taklif qilaman. Bola rivojlanishida qanday omillar ta'sir etar ekan, ijtimoiylashuvda sotsiumning ahamiyati qanday ahamiyatga ega degan savollarga javobni Maktabgacha ta'lim olami kanalimizda kutib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.